Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim va ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Men bugun siz bilan shaxsiy tajribam va chuqur bilimlarim asosida ommaydan boshlab pensiyalarning ommaviy to'xtatilishi haqidagi shov-shuvli xabar yuzasidan atroflicha ma'lumotlar bilan bo'lishaman. Agar siz bu xabarni eshitib xavotirga tushgan bo'lsangiz, demak to'g'ri joyga keldingiz. Bu ma'lumot har bir pensioner va uning oilasi uchun g'oyat muhim. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Men kafolat beramanki, ushbu video oxirigacha sizda mavzu bo'yicha hech qanday savol qolmaydi va siz o'zingizni yoki yaqinlaringizni mumkin bo'lgan muammolardan qanday himoya qilishni aniq bilib olasiz. Darhol aytib o'taman. Hozir aytiladigan har bir so'z sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida obuna tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling avval vaziyatni tushunib olaylik. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda va hatto odamlar orasida ommaydan boshlab pensiyalar ommaviy ravishda to'xtatiladi degan vahimali xabarlar tarqalmoqda. Bu xabarlar asosan noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar yoki mish-mishlar natijasidir. Aslida esa gap umuman ommaviy va asossiz to'xtatishlar haqida ketmayapti. Gap shundaki, pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli davlat idoralari o'z ma'lumotlar bazalarini muntazam ravishda yangilab turadi va fuqarolarning pensiya olish huquqini tasdiqlovchi ma'lumotlarni tekshiradi. Bunday tekshiruvlar ilgari ham bo'lgan. Faqat bu jarayonlar endi yanada tartibga solingan va avtomatlashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu esa ba'zi fuqarolar uchun kutilmagan vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ilgari masalan, 10 yil avval pensiya tizimi biroz boshqacha ishlagan. Ma'lumotlar ko'pincha qog'oz shaklida yuritilar edi. Tekshiruvlar qo'lda amalga oshirilardi va bu jarayonlar sekinroq kechar edi. Pensiya oluvchilar kamroq tez ro'yxatdan o'tishlari yoki o'z shaxsiy ma'lumotlarini tasdiqlashlari talab qilinardi. Ba'zi hollarda esa umuman talab qilinmas edi. Agar odam bir joyda yashab o'z holatini o'zgartirmagan bo'lsa. Afsuski, tizimda ba'zi kamchiliklar ham bo'lgan. Masalan, vafot etgan shaxslarning pensiyalari ma'lum vaqt davomida noqonuniy ravishda olinishi yoki chet elga doimiy yashashga ketgan shaxslarning hali ham O'zbekistondan pensiya olishlari kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin edi. Bu holatlar davlat budjetiga ma'lum miqdorda zarar yetkazardi va haqiqiy ehtiyojmandlarga ajratilishi kerak bo'lgan mablag'larning samarasiz sarflanishiga olib kelardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgargan. Davlatimiz pensiya tizimini raqamlashtirish va avtomatlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Barcha ma'lumotlar elektron bazalarda saqlanadi. Turli idoralararo ma'lumot almashinuv yo'lga qo'yilgan. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, banklar va boshqa tashkilotlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi to'g'ri takomillashib bormoqda. Bu esa o'z navbatida pensiya to'lovlarining aniqligi, adolatliligi va maqsadga muvofiqligini oshirishga xizmat qiladi. Endi pensiya jamg'armasi barcha ma'lumotlarni avtomatik ravishda tekshirish imkoniyatiga ega. Bu shuni anglatadiki, agar sizning ma'lumotingizda masalan pasportingiz muddatining tugashi, yashash joyingizning o'zgarishi yoki boshqa muhim o'zgarishlar aniqlansa, tizim bu holatni qayd etadi va pensiya to'lovlarini vaqtincha to'xtatib turish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Bu ommaviy to'xtatish emas, balki aniq holatlar bo'yicha shaxsiy tekshiruv va tartibga solish jarayonidir. Asosiy maqsadi pensiya oluvchilarning haqqoniyligini va pensiya olish huquqining mavjudligini ta'minlash. Bu davlat budjetining samarali sarflanishini ta'minlash va tizimga bo'lgan ishonchni oshirish uchun zarur choradir. Asosiy qism B. Batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak? Endi esa eng muhim savollarga javob beramiz. Pensiyaning to'xtatilishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q? Bu qismni diqqat bilan eshiting. Chunki bu yerda juda ko'p amaliy ma'lumotlar bor. Pensiya to'lovlari to'xtatilishining asosiy sabablari quyidagilardir. 1. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning muddati tugashi yoki yaroqsiz holga kelishi. Bu eng keng tarqalgan sabablardan biri.
sizning pasportingiz yoki identifikatsiya kartangiz ID karta muddatining tugashi pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida aks etadi. Agar siz ushbu hujjatni o'z vaqtida yangilamasangiz, pensiya jamg'armasi sizning shaxsingizni tasdiqlay olmasligi sababli pensiya to'lovini vaqtincha to'xtatib turishi mumkin. Bu avtomatik jarayon bo'lib, sizga maxsus ogohlantirish kelmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringizni doimo nazorat qilib boring. Misol, Samarqand viloyatidan 72 yoshli Fotima opa ism o'zgartirilgan. Pasportining muddati 2023 yil dekabr oyida tugagan. U o'z vaqtida pasportini ID kartaga almashtirishga e'tibor bermagan. 2024 yil may oyida uning pensiyasi kartasiga tushmagan. U darhol bankka borganda pensiya jamg'armasidan to'lov kelmaganini bilib olgan. Tekshiruv natijasida uning pasportining yaroqsizligi tufayli pensiya to'lov avtomatik tarzda to'xtatilgani ma'lum bo'ldi. Fotima opa yangi ID kartasini olgandan so'ng pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, to'lovlar qayta tiklangan va avvalgi to'xtatilgan oyning pulini ham olgan. Lekin bu unga bir qancha ovoragarchilik va xavotirlar olib kelgan. 2. Doimiy yashash joyini o'zgartirish, ayniqsa chet elga. Agar siz doimiy yashash uchun O'zbekiston hududidan tashqariga chiqsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilmasangiz, pensiya to'lovingiz to'xtatilishi mumkin. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, chet elda doimiy yashovchi fuqarolarga pensiya to'lash bo'yicha alohida qoidalar mavjud. Ba'zi hollarda bu to'lovlar umuman to'xtatiladi yoki boshqa shartlar asosida amalga oshiriladi. Interdavlat shartnomalar bo'yicha istisnolar bo'lishi mumkin. Lekin bu haqda alohida pensiya jamg'armasidan aniqlash kerak. Misol, Toshkentlik 65 yoshli Mirza aka ism o'zgartirilgan 2022 yilda. Rossiyadagi farzandlarining yoniga doimiy yashash uchun ko'chib ketgan va O'zbekistondagi ro'yxatdan o'chirilgan. Lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan va pensiya kartasini o'zida olib ketgan. Ma'lumotlar bazasi yangilanganda uning O'zbekiston hududida doimiy yashamasligi aniqlangan va 2024 yil aprel oyidan boshlab pensiya to'lovi to'xtatilgan. Mirza aka endi O'zbekistonning Rossiyadagi diplomatik vakolatxonasi orqali hujjatlarni qayta rasmiylashtirib, pensiyasini qayta tiklash kerak bo'ladi. Lekin bu jarayon ancha vaqt talab qiladi va ortiqcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Vafot etganlik haqida ma'lumotning yangilanmasligi. Afsuski, bunday holatlar ham uchrab turadi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, ammo bu haqda hadya organlaridan pensiya jamg'armasiga ma'lumot o'z vaqtida kelib tushmasa, pensiya to'lovi bir muddat davom ettirilishi mumkin. Bunday holatlar aniqlanganda to'lovlar zudlik bilan to'xtatiladi va ortiqcha to'langan mablag'lar qonuniy tartibda qaytarilishi talab qilinadi. Bunday holatlarni oldini olish uchun hadya organlari bilan pensiya jamg'armasi o'rtasidagi elektron ma'lumot almashinuvi takomillashmoqda. Misol, Andijon viloyatida yashovchi 2 yoshli Ro'za xola ism o'zgartirilgan. 2023 yil dekabr oyida vafot etgan. Uning o'g'li onasining vafotini hadya bo'limida ro'yxatdan o'tkazgan, ammo pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berilmagan. Natijada Ro'za xolaning pensiyasi yana 3 oy davomida kartasiga tushgan. 2024 yil mart oyida ma'lumotlar bazasi avtomatik tekshirilganda Ro'za xolaning vafoti aniqlangan va pensiya to'lovi to'xtatilgan. Endi uning o'g'li ortiqcha olingan 3 oylik pensiyani pensiya jamg'armasiga qaytarib berishga majbur bo'ladi. 4. Ikki davlatdan pensiya olish. Agar siz O'zbekistondan pensiya olib turib, boshqa bir davlatdan ham pensiya olsangiz, bu qonunbuzarlik hisoblanadi. Agar davlatlararo bitimlarda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa. Bunday holatlar aniqlanganda O'zbekiston pensiyasi to'xtatilishi mumkin. Bu xalqaro ma'lumot almashinuvi orqali aniqlanadi. Misol, Farg'onalik 6 yoshli Gulnora opa ism o'zgartirilgan. Umrining ma'lum bir qismini Qozog'istonda ishlagan va u yerdan ham pensiya olgan. O'zbekiston qaytib kelganda u ham O'zbekistonda pensiya rasmiylashtirgan. 2020 yil aprel oyida davlatlararo ma'lumot almashinuvi natijasida uning ikki davlatdan pensiya olayotgani aniqlangan. Natijada O'zbekiston pensiya jamg'armasi uning pensiya to'lovini to'xtatgan va Gulnora opadan qaysi davlat pensiyasini saqlab qolishni tanlashni so'ragan. 5 g'amxo'rlikka olingan shaxslarning, masalan, bolalar yoki nogironlar homiysi yoki vasiysining o'zgarishi. Bu holatda ham hujjatlar o'z vaqtida yangilanmasa, pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Misol, 12 yoshli yetim bola Asad ism o'zgartirilgan. Bu esa Hoji ona ism o'zgartirilgan qaramog'ida bo'lib, uning vasiyligida bolalar pensiyasini olgan.
Hoji ona vafot etgandan keyin Asadning ammasi Nigora xola ism o'zgartirilgan. Uni o'z qaramog'iga olgan. Lekin Nigora xola vasiylik hujjatlarini pensiya jamg'armasida o'z vaqtida yangilamagan. Natijada Asadning pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilgan. Vaziyatni Nigora xola tushunib yetgach, barcha hujjatlarni to'g'rilab, pensiya to'lovini qayta tikladi. Ammo bu vaqt davomida Asad ma'lum muddat puldan mahrum bo'ldi. 6. Bank hisob raqamlaridagi xatolar yoki hisob raqamining yopilishi. Agar sizning pensiyangiz tushadigan bank kartangiz yopilgan bo'lsa yoki bank ma'lumotlaringizda xato bo'lsa, pensiya mablag'lari o'tkazilmaydi va natijada pensiya jamg'armasi bu holatni aniqlagach, to'lovni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Misol, Jizzaxlik 18 yoshli Nodira opa ism o'zgartirilgan. Bank kartasining muddati tugaganiga e'tibor bermay, uni almashtirmagan. Bank o'z navbatida muddat tugagani sababli hisob raqamini yopgan. Pensiya jamg'armasi Nodira opaning hisob raqamiga pensiyani o'tkazishga harakat qilganida xato yuzaga kelgan va to'lovlar qaytib kelgan. Natijada pensiya jamg'armasi pensiya to'lovini to'xtatib turgan. Nodira opa bankka murojaat qilib, yangi karta ochtirgandan va pensiya jamg'armasiga yangi hisob raqami haqida xabar bergandan so'ng pensiyasi qayta tiklangan. Kimlar xavotirlanishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan holatlardan biriga tushgan har bir kishi xavotirlanishi kerak. Ayniqsa pasport yoki ID kartasining muddati tugashiga yaqin qolgan yoki allaqachon tugagan fuqarolar. Chet elga doimiy yashashga ketgan, lekin pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan shaxslar, yaqin orada vafot etgan pensionerlarning yaqinlari, agar ular HD orqali o'limni qayd ettirgan bo'lsalar-da, pensiya tizimiga ma'lumot yetib borganiga ishonch hosil qilmasalar. Bank kartasi muddati tugagan yoki bank hisob raqami bilan bog'liq muammosi bor shaxslar. Agar siz uzoq vaqtdan beri pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lmagan bo'lsangiz yoki pochta orqali yuborilgan xatlarga e'tibor bermagan bo'lsangiz, kimlar xavotirlanmasligi kerak? Pasporti yoki ID kartasi amalda bo'lgan, hujjatlari tartibli bo'lgan fuqarolar, O'zbekiston hududida doimiy yashovchi va yashash joyini o'zgartirmagan pensionerlar, bank hisob raqamlari faol va hech qanday muammosiz ishlayotgan shaxslar, O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq faqat O'zbekistondan pensiya oluvchi shaxslar, barcha ma'lumotlari elektron bazada to'g'ri aks etgan va muntazam ravishda yangilanib turuvchi fuqarolar, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi tomonidan so'ralgan ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etgan shaxslar. Umuman olganda, agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, sizning pensiya to'lovlari ommaviy to'xtatish haqidagi mishmishlardan xavotirlanishingizga hojat yo'q. Bu shaxsiy holatlar bo'yicha tartibga solish jarayoni umumiy to'lovlar to'xtatilishi emas. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har bir qoidaning o'z istisnolari va noaniq jihatlari bo'lganidek, pensiya tizimida ham shunday holatlar mavjud. Bu qismda sizni aynan shular bilan tanishtiraman. Qoidalardagi istisnolar. 1. Vaqtincha chet elda bo'lish. Agar siz tibbiy davolanish, qarindoshlarni ziyorat qilish, sayyohlik yoki boshqa shunga o'xshash maqsadlarda chet elga vaqtinchalik chiqsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga oldindan xabar bersangiz, pensiya to'lovingiz to'xtatilmasligi kerak. Bunday hollarda pensiya jamg'armasiga tegishli arizani yozish va chiqish muddatlarini ko'rsatish kifoya. Ba'zi hollarda konsullik muassasalari orqali yashash joyingizni tasdiqlashingiz talab qilinishi mumkin. Misol, Buxorolik 70 yoshli Karim bobo ism o'zgartirilgan. Har yili bir oyga Germaniyadagi qizining yoniga borib keladi. U har safar oldidan pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qilib, safari sababini va muddatini ko'rsatadi. Natijada uning pensiyasi hech qachon to'xtatilmagan va u chet elda bo'lgan paytida o'z pensiyasini olgan. Bu uning mas'uliyatliligi va pensiya jamg'armasi bilan ochiq muloqoti natijasidir. 2. Ayrim davlatlar bilan pensiya to'lash bo'yicha kelishuvlar. O'zbekiston bir qator davlatlar bilan pensiya sohasida hamkorlik shartnomalari imzolagan. Bu shartnomalar, masalan, O'zbekiston fuqarolariga ushbu davlatda ishlagan staj uchun pensiya olish yoki ikki davlatda ishlagan staj jamlash imkonini beradi. Bunday holda siz ikki davlatdan ham pensiya olishingiz mumkin emas. Biroq pensiya staji hisoblashda imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bu shartnomalar doirasida har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Buning uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va tegishli shartnomalar shartlarini aniqlash muhim. Maxsus pensiya turlari. Ba'zi pensiya turlari, masalan, nogironlik pensiyalari muntazam qayta ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Biroq
og'ir va tuzalmas kasalliklar natijasida berilgan nogironlik pensiyalari uchun qayta ko'rik muddati uzaytirilgan yoki umuman talab qilinmasligi mumkin. Bu esa pensiya to'lovlarining barqarorligini ta'minlaydi. Shuningdek, ba'zi xizmatlar uchun beriladigan maxsus pensiya turlari ham o'ziga xos tartibga ega bo'ladi. Qaltis jihatlar: 1. Rasmiy xabarnomalarga e'tibor bermaslik. Pensiya jamg'armasi sizga pochta orqali, SMS xabar orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali xabarnomalar yuborishi mumkin. Bu xabarnomalarda sizdan ma'lumotlarni yangilash, hujjatlarni taqdim etish yoki shaxsingizni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Agar siz ularga e'tibor bermasangiz, pensiyangiz to'xtatilishiga sabab bo'lishingiz mumkin. Ko'pincha pensionerlar bu xatlarni oddiy reklama deb o'ylab ochmasdan tashlab yuborishadi. Bu esa keyinchalik jiddiy muammolarga olib keladi. 2. Mish-mishlarga ishonish. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ommaviy to'xtatish haqidagi xabarlar asosan mish-mishlardan iborat. Faqat rasmiy manbalarga, ya'ni pensiya jamg'armasining veb-saytiga, My.gov, uz portaliga yoki to'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilib olingan ma'lumotlargagina ishonish kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan ma'lumotlar faqatgina xavotirni kuchaytiradi. Hujjatlarni topshirish muddatlarini o'tkazib yuborish. Agar sizdan qandaydir hujjatlar so'ralsa va ularni belgilangan muddatda taqdim etmasangiz, pensiya to'lovingiz to'xtatilishi mumkin. Har doim muddatlarga rioya qilishga harakat qiling. Masalan, pasportingiz muddati tugashiga 6 oy qolganda uni yangilash haqida o'ylash kerak. 4. Eski aloqa ma'lumotlaridan foydalanish. Agar sizning telefon raqamingiz yoki yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qiling. Aks holda sizga yuborilgan muhim xabarnomalar yetib bormasligi mumkin. Bu esa sizning pensiyangiz to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy omil. 5. Ishonchnoma orqali pensiya olishdagi murakkabliklar. Agar sizning pensiyangizni boshqa shaxs ishonchnoma asosida olsa, bu ishonchnomaning muddati, to'g'riligi va qonuniyligi doimo nazorat qilinishi kerak. Ba'zi hollarda ishonchnomaning muddati o'tganligi yoki uning noto'g'ri rasmiylashtirilganligi sababli ham to'lovlar to'xtatilishi mumkin. Ishonchnoma muddati tugashiga kamida 1 oy qolganida uni yangilash haqida o'ylash kerak. Noaniq nuanslar. Bir mixli. To'xtatish va bekor qilish o'rtasidagi farq. Pensiya to'lovini to'xtatish bu vaqtinchalik chora bo'lib, siz tegishli hujjatlarni taqdim etganingizdan yoki muammoni bartaraf etganingizdan so'ng pensiya to'lovi qayta tiklanadi va odatda o'tkazib yuborilgan davr uchun ham to'lanadi. Pensiyani bekor qilish esa doimiy chora bo'lib, odatda pensiya olish huquqi butunlay yo'qolganda qo'llaniladi. Masalan, fuqarolikdan chiqish, umuman boshqa davlat pensiyasini tanlash kabi holatlarda. Qo'rqinchli xabarlar odatda to'xtatish holatlari haqida bo'ladi, bekor qilish emas. 2. To'lovni tiklash uchun imtiyozli davr. Ko'pincha pensiya to'lovi to'xtatilgandan keyin uni tiklash uchun ma'lum bir imtiyozli davr beriladi. Bu davr ichida siz muammolarni bartaraf etib, pensiyangizni qayta tiklashingiz mumkin. Bu muddatlar qonunchilikda belgilangan bo'lib, odatda 6 oy deb hisoblanadi. Agar bu muddat o'tkazib yuborilsa, pensiya olish huquqi qayta ko'rib chiqilishi yoki butunlay bekor qilinishi mumkin. Shuning uchun pensiya to'xtatilgani haqida xabar topsangiz, zudlik bilan harakat qiling. 3. Chet eldagi fuqarolar uchun diplomatik vakolatxonalar roli. Agar siz chet elda yashasangiz va sizning pensiyangiz to'xtatilgan bo'lsa, siz O'zbekistonning o'sha davlatdagi elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga hujjatlarni rasmiylashtirishda va pensiya jamg'armasi bilan aloqa o'rnatishda yordam berishadi. Bu muhim xizmat bo'lib, chet elda yashovchi pensionerlar uchun katta yordam beradi. 4. My.gov portalining ahamiyati. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlarining yagona portali My.gov orqali pensiya holatingizni tekshirish, ayrim ma'lumotlarni yangilash va hatto pensiya jamg'armasiga murojaat qilish imkoniyatlari mavjud. Bu portal orqali siz pensiya haqidagi ma'lumotlarni uyingizdan chiqmagan holda olishingiz mumkin. Bu ayniqsa jismoniy jihatdan pensiya jamg'armasiga borishga qiynaladigan pensionerlar uchun juda qulaydir. 5. Noto'g'ri to'xtatishga qarshi shikoyat qilish jarayoni. Agar siz pensiya to'lovingiz asossiz ravishda to'xtatilgan deb hisoblasangiz, sizda shikoyat qilish huquqi bor. Buning uchun siz pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organlariga, xalq qabulxonalariga yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Shikoyat arizangizni yozma ravishda taqdim eting va barcha tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling.
amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga yetib keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'zingizni yoki yaqinlaringizni mumkin bo'lgan noxush vaziyatlardan himoya qilasiz? Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1. Hujjatlaringizni tekshiring va tartibga keltiring. Pasportingiz yoki ID kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, masalan, 3-6 oy ichida, zudlik bilan uni yangilash choralarini ko'ring. Bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin qolgan bo'lsa, bankka murojaat qilib, uni yangilang. Pensiya guvohnomangiz, pensiya kitobchangiz va boshqa tegishli hujjatlarning tartibda ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash choralarini ko'ring. Agar pensiyangizni ishonchnoma orqali boshqa shaxs oladigan bo'lsa, ishonchnomaning muddati va qonuniyligini tekshiring. 2. Pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'ling. Sizning ro'yxatdan o'tgan pensiya jamg'armasi bo'limiga bir marotaba murojaat qilib, o'zingizning ma'lumotlaringiz, yashash manzili, telefon raqami to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar o'zgarishlar bo'lsa, ularni yangilang. Agar siz chet elga vaqtinchalik yoki doimiy yashashga ketmoqchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasini oldindan xabardor qiling va tegishli arizalarni yozing. Agar sizga pensiya jamg'armasidan qandaydir xabarnomalar yoki so'rovlar kelsa, ularga zudlik bilan javob bering va talab qilingan hujjatlarni taqdim eting. Hech qachon ularni e'tiborsiz qoldirmang. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Pensiya bilan bog'liq har qanday masalada, ayniqsa hujjatlarni yangilash, pensiya holatini tekshirish yoki to'lovni tiklashda to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan eng asosiy joy. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga to'liq ma'lumot berishga va yordam ko'rsatishga majbur. Davlat xizmatlari markazlari DXM ko'pgina pensiya bilan bog'liq xizmatlarni, masalan, ID karta olish, ma'lumotlarni yangilash davlat xizmatlari markazlari orqali ham olishingiz mumkin. Bu juda qulay va tezkor usuldir. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz. Bu portal orqali siz uyingizdan turib pensiya hisobingiz holatini tekshirishingiz, pensiya hisoblash yoki qayta hisoblash bo'yicha onlayn ariza yuborishingiz, ba'zi ma'lumotlarni yangilashingiz mumkin. Bu ayniqsa internetdan foydalanishni biladigan pensionerlar va ularning yaqinlari uchun juda foydali. Agar sizda my.gov.uz saytidan foydalanishda qiyinchilik tug'ilsa, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki DXMga murojaat qiling. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta raqami, agar pensiya karta orqali olinadigan bo'lsa, yashash joyi haqida ma'lumotnomalar, agar pensiya jamg'armasi so'rasa, nikoh guvohnomasi, o'lim guvohnomasi, tug'ilish guvohnomasi, agar oilaviy holat o'zgargan bo'lsa va bu pensiya turiga ta'sir qilsa, agar pensiya to'lovi to'xtatilgan bo'lsa, pensiyani tiklash haqida ariza. 5. Nima yozish kerak? Ariza namunasi qo'yasi. Agar sizning pensiya to'lovingiz to'xtatilgan bo'lsa, siz pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga quyidagi mazmundagi ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Taxminiy matn. Pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'iga familiyangiz, ismingiz, otangizning ismidan arizaman, familiya. Ism otangizning ismi. Tug'ilgan sanangizda tug'ilganman, pasport seriyasi va raqami, pasport seriyasi va raqami, pasport seriyasi va raqami, pensiya jamg'armasidan pensiya turi, masalan, yoshga doir pensiya olganman. Sanadan boshlab mening pensiya to'lovim to'xtatilganligi ma'lum bo'ldi. Pensiya to'lovining to'xtatilish sababini aniqlab, ushbu holatni bartaraf etish uchun barcha kerakli hujjatlarni taqdim etishga tayyorman. Men sababni ko'rsatishingiz mumkin. Masalan, pasportimning muddati tugagani sababli uni yangiladim yoki bank kartamni yangiladim. Yoki faqatgina xavotirlanish tufayli pensiyamning holatini tekshirishni istayman. Pensiya to'lovini qayta tiklashni hamda o'tkazib yuborilgan davr uchun pensiya mablag'larini to'lab berishingizni so'rayman. Arizaga ilova qilingan hujjatlar nusxasi, 2 pensiya guvohnomasi nusxasi, bank rekvizitlari, karta raqami. 4. Boshqa tegishli hujjatlar agar bo'lsa, hozirgi sana imzo, bu shunchaki namuna. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda, ular sizga ana ariza shaklini taqdim etishlari yoki arizangizni rasmiylashtirishga yordam berishlari mumkin. Asosiysi vaziyatni aniqlashtirish va harakat qilish. Muhimi, passiv bo'lmang, muammoni kutib o'tirmang, balki uning oldini oling.
Barcha hujjatlaringiz doimo tartibda bo'lsin. Ma'lumotlaringiz dolzarb bo'lishini ta'minlang va rasmiy manbalardan kelgan xabarnomalarga e'tiborli bo'ling. Agar biron bir savolingiz bo'lsa, shubhalansangiz yoki biron bir xabardan xavotirga tushsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Xulosa va yakuniy xulosa, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda ummaydan boshlab pensiyalarning ommaviy to'xtatilishi haqidagi mish-mishlarni atrofcha tahlil qildik. Umid qilamanki, men sizning barcha savollaringizga javob bera oldim va xavotirlaringizni tarqatdim. Esingizda bo'lsin, bu ommaviy, asossiz to'xtatishlar emas, balki aniq qonuniy sabablarga ko'ra amalga oshiriladigan individual tekshiruvlar va tartibga solish jarayonidir. Davlat tizimi pensiya mablag'larining aniq va adolatli taqsimlanishini ta'minlashga intilmoqda. Asosiysi xabardor bo'lish, o'z hujjatlaringizni tartibda saqlash va pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lish. Passivlikka yo'l qo'ymang. Agar siz bugungi videoda berilgan tavsiyalarga amal qilsangiz, sizning pensiya to'lovlaringiz bilan bog'liq hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lganiga ishonaman. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringizga ham ulashing, chunki bu ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha o'z savollaringizni, fikrlaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir kommentarni diqqat bilan o'qib chiqishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.